Assalomu alaykum. Kattalar so'zi ko'rsatuvning aziz muxlislari. Anglaganingizdek ko'rsatuvimiz 3 oy davomida efirga uzatilmadi. Sababi men metan zapravkada o'chirdi edim. Bu kattalar deyman metanni taqsimlashda kelinglar. Yaxshisi er-xotin mavzusiga qaytamiz. Bir oqil yigit bo'lgan ekan. Uylanibdi. Xullas kelin u yigitga ishonmay telefonini kovlaveribdi. Ishga borsa ham kovlaveribdi, ishdan kelsa ham kovlaveribdi. Morgda ishlasa ham kovlaveribdi. Taksi qilsa ham kovlaveribdi. Nihoyat erini gaplashayotganini sezib qopti. Qaranglar, yaxshi ish bo'lmabdi. Hurmatli singillar, opalar, eringizni telefonini kovlamang. Hozirgi paytda tilladan ham mis chiqyapti, sementdan ham kul chiqyapti. Voy. Toshi ham bordi. Xullas, dadam rahmatli bizga yer og'dargizdirib, sekiroq ishlar lapatkasini ketmasin deb aytardi. Hozir kecha o'g'lim bilan ishladim. O'g'lim aytadi, dada sekiroq ishlang, lapatkasini ketmasin dedi. Xullas, bahorgi sezon ariqlar tozalayapmiz. Kerak ko'karmaguncha ko'ramiz. Shu orada reklama ham qo'ydim. Men oldin kombayn haydaganman, ot haydaganman. Bugun metroni haydab keldim. Bugun terma jamoamiz albatta g'alaba qozonadi. Siz to'xtanglar. Siz bitta ovozda chiqaring, ha, bitta ovoz. Siz shofyormisiz, kassirmisiz? Yo, shofyorman. Kassirga o'xshayapsiz. Rahmat. Uradigan qo'yib ketmas. Berdik. O'xshamaysiz. Pastda ham bitta tushuvdi. Zo'r. Instagram. Xullas, bitta tadbirkor yigit bor ekan, noodatiy uy solibdi. Uyini burchagi yo'q ekan, umuman. Hammomida ham, oshxonasida ham,